Transfer oynasi yopilishiga 14 kun vaqt qoldi, ya'ni 2 hafta. Manchester United haligacha navbatdagi transferni amalga oshirmadi. Hozir men United qachon transfer amalga oshirishini va qanaqa holatda amalga oshirishini sizlarga aytib o'taman. Boshlashimdan oldin albatta bitta like va bitta podpiska bosib, bitta repost bosib qo'yinglar. Hozir sizlarga shu haqida ma'lumot beraman. Birinchi o'rinda menda kichkinagina savol bor. Ya'ni nimaga Kerrikdan oldingi murabbiylarni zo'r qo'llab-quvvatlashdi? Mana senga pul, mana aytganini olib berishdi, men Kerrikka kelganda endi pulni qisishyapti. Endi bunda o'zimda ham bor kichkinagina javob. Birinchidan Kerrik o'ziniki. Borib buni ko'tara olmaydi. Xuddi Sulsherga o'xshagan mavzu. Sulsher ham indamagan, to'g'ri. Bu ham endi intervyularda ozgina namyoklar qilib qo'yapti, lekin bunt ko'tarib yura olmaydi. Vahima qilib tashlamaydi. Baribir o'ziniki hurmat qiladi. Manchester Unitedda o'ynagan, Manchester Unitedda murabbiy ham bo'lgan, shu vaqtincha bo'lsa ham bunt ko'tarib yura olmaydi. Ikkinchi sababi rahbariyat juda ham ishonib yorayotgan bo'lishi mumkin. Ya'ni natijalardan kelib chiqib, shu yanvarda keldi, 6-o'rindan 3-o'ringa olib chiqdi. Aprelda 2026-yilda eng ko'p ochko jamg'argan murabbiy shu bor o'yinchidan, bor masalliqdan natija qilib bera oldi deb, demak shu transferlardan ham shu hozirgi tarkibdan nimadir qilib beradi degan xayol bo'lishi mumkin. Lekin bu kafolatlanmagan. O'tgan yili bu o'tgan mavsum edi, shu o'tgan yil edi. Bu mavsum bu boshqa mavsum. Bu mavsumda endi Chempionlar Ligasi bor. Show degan o'yinchimiz, Luke Show degan o'yinchimiz 50 ta 60 ta o'yin o'ynaydigan Sastiyanada emas, 32 ga qarab ketyapti. Ham Chempionlar Ligasi haftada 2 marta o'ynashiga men ishonmayman. Xo'p, endi videoni boshdagi gapimga qaytamiz. Qachon transfer qiladi? Men o'ylashimcha, endi unaqa bo'lmasa, unaqa bu niyatlarim shamol uchirsin. Birinchi turda qanaqadir yomon natija qilib qo'yamiz yoki shu muammoli yaqqol yana ko'rinadi Milanga qarshi o'yindagi. Endi bu rasmiy-ku, bu yerda muxlislar o'zi bunt ko'tardi. Vahima qilib tashlaydi, rahbariyat o'sha panikada, qanaqadir panichskiy transfer qilib yuborishi mumkin. Ya'ni bu 22-avgust o'yinimiz bo'lsa, 23 yoki 24-avgustlarda men bitta transfer kutaman agar shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa. Agar yo'q, hammasi yaxshi, ya'ni o'yinni yutamiz, xatolar qanaqadir ko'rinmaydi. Endi baribir chempionshipdan chiqqan jamoa bilan o'ynaymiz birinchi turlarda. Keyin 30-avgustda o'yinimiz bor Ipswich bilan. Aynan o'sha o'yinda balki yana ko'rinib qolsa, shu ikkala o'yindan bittasida ko'rinib qolsa, qanaqa xatolar panichskiy transferlar qilib yuborishimiz mumkin. Endi xudo ko'rsatmasin unaqa bo'lmasa, mag'lubiyatlar yoki yomon natijada bo'lmasa, mabodo shunaqa bo'lib qolsa, o'sha o'yinlardan 1-2 kun o'tib transfer kutinglar. Oxirgi ehtimolligi bu shuncha transfer onasi yopiladigan kun 1-sentyabr vaqtida hozir yopilib qoladi deb qanaqadir olishmagan bo'lsa bitta o'yinchini olish. Lekin ishonaman bitta transfer bo'ladi. The Athletic jurnalisti ham aytib o'tdi, Lori Uyto. Bitta transfer bo'lishiga aniq ishonaman, maksimum 2 ta bo'ladi. Lekin transfer aniq bo'ladi dedi. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Manchester United 14 kun ichida bitta transfer qila oladimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldirib ketinglar.